Assalomu alaykum aziz kanal obunachilari. Bugun biz haftaning payshanba kuni 29-may 2025-yil biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza shaharchasida Yusuf dehqonxonadonda bitta xonamiz, bitta novvosimiz bor ekan. Puli bilan sotilar ekan. E'tiborlaringizga havola qilamiz. Mana shular bosib qo'yasizlar akalar. Mana shunaqa mollardan chiqarishdan to'xtatmaymiz akalar. Pul zarur ekan. İlk marta mana shu urib qo'ysalarni bizga obuna bo'lasizlar akalar. Qani bo'lmasam videomiz boshladi. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz oldindan akalar. Mana akalar. Udor xonajillar. Boqilgan Qur'on haykal bo'laveradi akalar. Mana. Mana. Sembragan Qur'onlikqa bo'laveradi akalar. Tishi buzigan mana. Mana. Novvosam tishi buzigan. 1 yashar bo'ldi. Zotga olsalaringiz zotga tushaveradi akalar. Narxlarini telefonda kelishaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Narxlarini kelishaverasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa olaverasizlar akalar. Mana uni Qur'onlikqa bu 2 kishimi 3 kishi bemalol nima qilaverasizlar. Bo'lishib olaverasizlar. Akalar. Mana uni zotga olsalaring ham bo'laveradi akalar. Bemalol Qur'onlikqa bo'laveradi, tishi buzigan akalar. Mana novvoslar ko'ringlar. Novvos ham shved novvosidan akalar. Zotga ham tushaveradi novvos. Mana. Sotiladi. Telefon nomerlar. Mana. Kelishib olaverasizlar. Narxlarini 20 million so'mdan 40 million so'm aytilyapti. Ozgina kami bor akalar. Yo'qsalar, yo'qmasa dizlar. Sog' bo'lar, salomat bo'lar. Qadringiz baland bo'lsa, yana uchrashguncha xayr deb qolamiz.